Biz yangi mogu tofu o'ralmisi. Bu xil qo'rim intayin yeyishlik bo'lib, hozir sizlarga idish usul o'rgatildi. Avval tayyorlaydigan material mush xil shakldagi kang yapaloq tofu, ya'ni tofu pi deb qo'yamiz-ku, mushuni tayyorlaymiz. Undan keyin mush xil shaklda kesib olamiz. Buni kesib bo'lgandan keyin ich tarafiga biz mush jinjonguni, ya'ni yangi moguni o'raymiz. Mush xil shaklda hammasini o'rab bo'lgandan keyin mush yachar, ya'ni yog'och zig'chimizni o'tkazib olamiz. O'tkazib bo'lib mayni qizitib ichiga to'g'ralgan samsaxni, lazjanni silib aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin ustiga ozroq suv qo'yamiz. Igman suv qo'ysak bo'ldi. Bu suvni quyib bo'lgandan keyin aralashtirib etamiz tekshir holatda. Undan keyin bayamdan tayyorlab olgan o'sha o'ralmalarimizni solamiz. Hammasini silib, mush xil holatda qaynatamiz. Qaynatib ozroq janyu qo'ysanglarmi bo'ldi yoki jijinglarni solsanglar bo'ldi. Endi bu ixtiyoringlar. Undan keyin yana dori-darmak tuzlarini tashab, elib iste'mol qilsak bo'ldi.